Siydik ko'rmaslik o'tib ketdimi? Da, Pasientimiz bugun 3-chi protseduraga keldilar. O'zlari aytmoqchilar, qanaqa rezultat bo'lyapti. Qani ayting o'zingiz? o'sha manda suvdik olmaslik bunaqasi bor edi. O'zbekiston kengash uyushtirgandan keyin bularga keldim Nolixonlarga. Birinchisida qo'rqib ishonmasdan keldim. Birinchisida unchalik o'xshamadi to'g'risi. Keyin yana keldim. Ikkinchisida o'sha rezultatni o'shanda ko'rdim. Rezultati zo'r bo'ldi. Ancha yaxshi. Mana bugun 3-chisi уже. Tavsiya qilaman lekin qo'llari yengil doktorlar. Rahmat, sog' bo'ling. Siydik ko'rmaslik o'tib ketdimi? Da, уже ikkinchisida sezdim. Уже ancha yaxshiman. O'sha suvdik olmaslik mana ham bor edi. Hozir yaxshi. Inshaalloh yana Da, inshaalloh.